o'sha bizni tadbirkorga uchrashuvimiz bor. O'sha tadbirkorga uchrashuvda bizda qaysi muammolar kutmayotganimizni nima qilmoqchisiz? Sizga gaplashamiz. Bizga qaysi masaladan o'tamiz? Bizga kasb metallurgiya yo'nalishi bo'yicha kredit olmoqchi edik. Hamroh loyihasi orqali men o'zaytirgan imtiyozli ayollarga berilayotgan kreditlar. Shuni olish foydalanib, tadbirkorlar bilan kreditni loyihaga qo'ymoqchimiz. Zuhra, mayli Husanbekni chaqiring. Chaqiring. Ushbu hujjatlarga Husanbekni tayyorlayman. Endi bo'yicha sizga qaysi yo'nalish sizga? Sizga mana shu hamroh dasturi bo'yicha ko'chma yo'nalishda. Shu yo'nalishda sizlarga o'zi hamrohga imzolayotgan masala yo'q. Hozir ikkidan keyin guvohnomasi bir suriladi. O'zingiz nazoratda sizniki ipoteka kiritmadi. Ana. Subsidiya. Subsidiya orqali nima muammo bo'lyapti? Muammo oylik ko'rsatdi. Oyligingiz ko'rsatmaydi. Ish qadrovingiz ish haqidagi? Ha? Ish haqidagi qayerda ishlaysiz? Sardorbek. MCJdami? MCJ. Buxgalteriyasidan gaplashasizmi? Man borib o'zim chiqarsam keyin haqman. Haqman ko'rsatdi. Yo'l ko'rsatdi. Ko'rsatdi. Ana skakroy bu yezalkas ko'rsatdi. Haqmanga borib aka o'zini shezga qo'ygan tayyorlayman. Siz hujjatsiz qo'ygan yigit tayyorlayman. Respublikadan sevgi qolishadi. Masalan, xudo xohlasa shuncha chiqarib keldi, yo'qsa bu yoqda masala bo'lmaydi. Husanbekga mana ikkita qizimiz bor. Hamrohdan. O'shani o'z nazorat qiling. O'sha orqali qo'yishman. Keyin sizga nima masala? Biz mahallamiz sug'urta bo'yicha. Qancha qaysi mahalla? Shishak. Shishakdan. Ahadjon bilan ko'rasizmi? Tekshiryapmiz. O'zimizni mas'uliyat mahalla ekan, sug'urta asosida, lekin to'lovlarda muammo qilmaydi. Iltimos, masalan, yoqib berishadi bular. Yoki siz qaysi yo'nalishdan? Shishakdan. Hujjatni topshirdinglarmi? Masalan, buni ko'rib talabga hujjatlarni talabga javob bersa, masalan, o'zini chiqarib olishadi. Sizda-chi, yangi Bizniki biznesga birinchi qadam qo'ydik. aytmagan. Bunu sizden ayıklar yaklaşıyor, hujjatlar topshirib, bolalar masalan ko'rib berishadi. O'zini asosan shu, nima bitmagan, masalan, shu to'xtalishlik bo'lsa, bank xodimlari tomonidan. Endi hujjatida bo'lgan bo'lsa, uni to'g'rilaverasizlar. Bank tomonidan yo mana o'zimizni xodimlar tomonidan to'xtalishlik bo'lsa, bir og'iz aytayman. Ism maktabida masalan to'xtalishib qolsangiz, qonuniy yo'lda borib masala yo'q. Rahmat qaroqlayman.